Hammasi bir xilda oqartirishga bo'lsa kerak. To'xtang aka. Sizni fikringiz xato. Men stomatologman, bilan tarkibi bir xil emas. Nega? Menga oqartirishga qaysini tavsiya bera olasiz bo'lsa? Men tajribamdan kelib chiqib, uchta eng yaxshi oqartiradigan pastalar sifatida Rox, Splat va BRPR tavsiya qila olaman. Nimaga aynan bular tavsiya qilyapsiz? Nimasi bilan ajraladi? Xo'p, bular birinchidan tarkibi sifatli mahsulotlar bilan boyitilgan bo'ladi va to'g'ri saqlamaydi va krasitellar mavjud emas. Siz ushlab turgan pastalarda krasitellar mavjud bo'lgani uchun tishlaringizni bo'yab yuboradi va tishingizni oqartirishga emas, navbatda sarg'ayishga yoki nalot tegishiga olib keladi. Milklarim qonab turadi. Shunga ham biron bir pasta bormi? Milklaringiz qonab turadigan bo'lsa, men sizga tarkibi biologik mahsulotlar bilan boyitilgan, haqiqiy o'simliklardan olinadigan pastalarni taklif qilishim mumkin. Bular Splatda bo'lishi mumkin yoki BRPRda bo'lishi mumkin. Men sizga ularni tavsiya qilaman va bular haqiqatan milklaringizni tabiiy bo'lgani uchun milklaringizga juda effektiv foyda beradi. Bular nafaqat mutaxassislar, bemorlar o'zida ham har doim top 2likda turadigan ikkita pasta hisoblanadi. Kattakon rahmat sizga. Ancha ko'p narsani bilib oldim men ham. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling aka.